Voy mashalloh, yonishini qaranglar akalar. Yonishiga отдельный e'tibor berib, bittadan like bosib qo'yasizlar. Bu pechkamiz umuman o'tin ko'mir tanlamaydi. Oddiy hovlingizda yotgan mana shunday musullarni tashlab olsanglar ham bemalol yonaveradigandan bo'ladi. Ekonom pechkalarda optim zavodiga yetib kelganmiz. Eng katta ishlab chiqarish joyida. Bu yerda 3 xil 4 xil variantda ishlab chiqariladi. Misol uchun zakotovkasini olishlari mumkin. Mana shunga keladigan bo'lsak, tepasi, pastlari 2 listlarda ishlatiladi. 25 ga 25, o'rtalari 208 listlarda ishlatiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, bez kraska holat tapchani bilan 750 ming so'm bo'ladi. Xuddi mana shuni kraskalangan holati narxi 800 ming so'm. Menga eng lyuksidan kerak. Pastda tapchan, tepasida rishotkasi bor deganlar uchun mana shu narxi 850 ming so'm. Dastavkasi 10 tadan oshiq olganga vodiy bo'ylab bepul ekan. Undan tashqari mini ekonom pechkaga keladigan bo'lsak, narxi 550 ming so'm. Bemalol gazga moslasalarning ham bo'laveradi. Xo'sh, menga zakotovkasi kerak deganlar uchun optim zakotovkasi bo'ladi, narxi 480 ming so'm. Manzilga keladigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Bo'ydoq tumani Kamin terminal bilan pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Bizning kanaldan chiqarlar uchun skidkalar qilib berishadi.